Bugun biz sizlar bilan Omonxonni Darknet 6-qism videosiga reaksiya qilamiz. Xullas, bugun biz sizlar bilan bu video nima uchun 6, 7, 8, 10 millionlab prosmotr olyapti, shuni ko'rib chiqamiz. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa yoki bu video rostdan ham hype yoki juda ham katta prosmotr olsa, videoga like bosib ketinglar. Agar shu video ostida 50 mingtadan oshiq like to'plansa, Omonxonni o'zini olib kelishga harakat qilaman do'stlar. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Let's go. Bugun biz bilan har doimgidek Bax bo'lmoqda. Avvaliga salom qo'rg'onlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Короче, bugun o'sha Omonxonni videosini ko'rar ekanmiz. Menga ham qiziq, nimaga shuncha prosmotr olyapti? Nimaga bizda yo'q, Omonxonda bor? Nega? Bu videoda bilib olasizlar. Kettu, davay. Like bosinglar. Let's go. Kettu. Bu videoda bizni dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chiqarib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Davay, bizlar ham ko'rmagandik Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga bizni chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa Isabella qo'lida Chico'ning ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu Isabella harakat qildik. Lekin Isabella bizga Isabella bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi va biz uzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi va bu klon kim? Voy ona, nima edi bu? Qanaqadir qonli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Lekin zo'r qilgan ekan kadrlari. Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba. Xullas, o'tgan qismda nima bo'lganini bilib oldik. Agar keyingi qismi ham chiqsa desanglar, like bosinglar. 50 mingta like to'plasanglar, lekin qoyil qolaman. Rostdan ham Omonxonni o'zini olib kelamiz, если что. Faktorni aytamiz. Nuda, davay. Agar, qarang. Agar shu video 20 mingta like yig'sa, yana keyingi qismini Mezos yana bitta obunachini qo'shib ko'ramiz. Webkamera. Sirli mehmon. Siz bo'lishingiz obunachilarning orasida, obunachilar orasida tanlaymiz, to'g'rimi? Da, albatta, конечно. Da, 20 mingta like yig'sa, davay. Hattoki 20 mingta. Sizlarga qiyin emas-ku bo'ldi. Let's go, like bosib qo'yinglar. Bizlar bo'lsa Darknetda 6-qismini ko'ramiz. Nima uchun 10 million prosmotr yig'di? Qiziq bizga ham. Hoppa. Lekin menga yo'qotdi boshlanishi. Men ko'rmagandim lekin bitta ham qismini. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Mana shu qiz yo'qdi lekin menga borib. Balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Sen Otaxon. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Qani? Saytdan chaqirdik, semiz. Ismini cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tundim nechta? 3 ta klonmi bu? Bro, bizlar ham qiz bola klon chaqiraylik. Aynimaymiz. Davay. Ashuday, hazillashdim bolalar. Do'stlar, qaranglar, bu уже Darknetning keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'layotgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rish boshlayotgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasini bosib tashlaylik. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknetning keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa nega kam? Obuna bo'lish. Voy, hozir 250 mingta like turibdi. Boy chiqqani yo'q. 22 mingta yangi obuna. Nega kam so'rayapsiz? Keyingi shartni bajaraman. Shuning uchun Biz 50 mingta so'rayapti. Obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglar va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar yo'q shuni bilaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara. Endi hozir akani gaplariga qo'shilamiz, obuna bo'linglar. Ketdi. Oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Xo'p, ilk qiz bola klon albatta yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu semiz Gupur. Gambit bilan klon yo'q qolibdi, gupur bo'lib. Yo'q bo'lib qolishdi, xullas ketdi. Bekor qolmagan. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qiziq u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda, ha. Ibrat kel. Kim bu? Sup, kim? Men tashab keturlaring mana shunaqa, xo'p? Ibrat, ana u semiz klon bilan birga kelgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Garbit. Bilav hozir yuzni ham ko'rolmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilav. Voy, bilav, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq. Aldavatdi, ochma. O'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zni ko'rsin.
все. Hop, kiring, tez kiring. Adashmasam shunda Gambit o'tgan safar qanaqadir monsterga aylanib qolgan. Eslicha hozir yaxshi. To'g'rimi bolalar? Ha. Men adashmoqdimi? Kommentariy yozinglar. Tushunmayapti-da, kommentariyaga yozib ketinglar. Men tushunmayotgan bo'lsam agar. Bunaqa kulmang. Bu mayli bu pastlik ekan. Ya bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Sirasdan unga o'tdi. Böyle Gambit ekani qaranglar, qaradan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana masalan what the hell o'yinchoq sanga mana. Hop. Menga ham beringlar, zo'r o'yinchoq aka. Bu o'yinchoqcha nimadir chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tgan sari yoruvdim, to'g'rimi? Yoqdimi sizga bir? Ha, rosa zo'r ekan, qarang. Tug'ilgan kuningizga bitta badarka Aytilgan qilaman. narsa shu. Ha, da. Oh, ko'z. Yo'q-mo'yo. Ko'zmi? Oh my god, what is this? Nima bu? Eshigam. Nimani ko'zi bu, birodar? Bundan osib qo'yib. Men bundan turadi. Hop, nima qilamiz buni? Balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Может, kitob yana bizdagi mana shunaqa vaziyatlar. Qanaqa Bratga. kitob? Bu bratga men Bu qizim. maqsud. Maqsud Ha. bu. Men maqsud. misol o'tgan videolarda Nam bor. ko'rmagandim. Endi tan. Yordam berarmiz. Hop, bu qarang. Yo'q, men taniyman. Mana bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshatadi. Qo'rqmasmi bu? Tipo balkim yeyish kerak edi. Ishlab ko'rchi. Ya, bet. Ha, Livoy narsani og'ziga tiqirish kerak emas. Mana shu Isabella. Ismini baland baqirdi, balkim kelib qolmasin. Все, hop. Hey, kitob ham yozishgan ekan. Aytdim-ku. Stop. Hop. Pastda bu haqida yozib qo'yibdi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klonlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara, hop. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Hop, bu nimaga kerak o'zi tegi? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, biling. Qo'rqitib o'rossan jigar. Ya aka, Hop, qaysi klonda suv bor ekan endi? shoshmang. Pastdan bu klon hozir biz ham Gambit mazza qilyapti lekin. Mana shu yerdan foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasani. Hozir o'sha suyuqligim yo'qligini dotdi. Qara lekin, bu katta semiz-ku klon. Shu uchun ham bitida tashlanamizda, tap olamiz. Cho'ntagida ham qayerdadir o'zi bilan bo'ladi, tushundingizmi? Tez harakat qilsa ulgurmaydi, qilguncha. Ketdingmi? Duq bilan. Bosib o'ldiradi uchalasini ishon. Shu sezildi. Sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachilarga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risini do'stlar, men hozir juda ham Kelasi ham bo'lsa zo'r bo'lardi lekin. Yevropaga borgim kelyapti, Parijni ko'rgim kelyapti, Rim. Mani ham borgim kelyapti, bro. Lekin hozircha mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatinglarni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Yuraydasiz, birodar, biz ham siz bilan. Sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Eslicha Aviasales bizda ham reklama bo'ldi. Yo'q-ku. Aviasales aloqaga chiqinglar. Bittaga chiqarib yubordingizmi? Keyin reklama beruvchilarga bitta narsani aytib ketmoqchiman. Shu o'rinda iltimos bizga ham reklama beringlar. Bizda ham auditoriya bor, o'qishga kirmoqchi bo'lgan kichkina bolalar bor. Misol uchun bersanglar bo'ladi. Universitetlar reklama bizlar ham olib kirib qo'ya olamiz. Eng zo'ri Omonxon bilan bizani auditoriya bitta. Statistika degan narsa bor-da. Omonxonning obunachilari bizani videolarni ko'radi, bizani videolarni ko'radigan obunachilar Omonxonni ko'radi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. O'yinlarni ham xuddi Omonxonni ko'rayotgan bolajonlardaqa bolajonlar ko'radi. O'yinlarni qanaqadir nogiron, ko'chaga chiqa olmaydigan yo reklama bo'lsa tushunmaydigan kimdirlar ko'rmaydi, mabodo oldindan. Reklamaga chiqsanglar bo'ladi, biz ham odammiz, auditoriya katta. Biz ham million prosmotr ola olamiz, просто bizda pul yo'q. Pul yo'q. Auditoriya bor, pul yo'q. Reklamatorlar yo'q, lekin auditoriya bir xil. Da. Reklama beringlar. Chiqara olmaysizmi? Deganim yo'q. Bular bo'lmasa hozir uyga yashamagan bo'lsa-chi. Bo'lib siz uyga qarovlaysan bu yoqqa. Qaysidir klonni qidiryapti bular. Qolgan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Mana bu yoqda-chi? Hozir. Tashlanib. Semiz klonni qidiryapti bular aytganchalik. Okey. Yo'q. Tepada bo'lsa, demak, значит, tepani qaraydi o'zi. Ilisha eshtiladi-ku. Ancha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'g'risini Gambitga ishonmayman umuman. Ayniqsa hozir ham Gambit kelyapti-da. Voy, tosh topib oldim. O'yinchoq nimadir qoldim deyapti. Men ishonmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha Zibellani o'zi Gambitga o'yinchog'i bergan. Ha? Mana shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasdan boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni siqtolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Yaxshi berkitaylik. Bechora Gambit.
Qo'rqib ketdim. Semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semiz. Unaqa prikol, qara. Ishiga qarang. Brat, ishiga qarang. Yuk. Ha, montaj. Ko'zga tashlang. Xavotir olmanglar. O'ylashim bo'yicha tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Все, yopib qo'yamiz. Ana endi esa bolalarga ataylab ko'rsatib, chimanda ketaman. Oh, Brat, eshikdan kimdir qarab turibdi. Mamcha yana qiz bola klon keldi. nima? Vau. Bittaki o'zingiz gaplashing. Haqiqiy ekan, ey. Yaxshi kelishasiz. Bu qiz bolami? Qaranglar bolalar. Chiqmang, brat. Ehe. Bu boshi ku. Yo'q. Qiz chimandanga qarayapti. Xullas bolalar qaranglar, bolalar. Jamidik bu yoqqa keling, tez keling. Qaranglar bolalar. Xullas chimandanni mana shu berkitamiz. O, sauna. Tushundingiz? Pastga qo'yib qo'y, bunday qilib. Ha. Bekitishga boshqa joy yo'qmi-da? Saunadan boshqa yo'qmi? Yo'q, derazani. Qani? So'y. Yo'q. Kirib bo'ldi? Ko'rinmayapti. Nima qani? Yo'q, qolganchi. Zo'r gap aytaymi? Hm. Yaqinda borgan dachamga o'xshar ekan prosta ko'rinishi. Может, o'sha dachadir, bro. Может, bu klonsizdir siz. Da, men klondirman balkim. Balkim sizlarni yeb qo'ymoqchidirman. Like bosinglar shuning uchun. Yo'q, qani? Atak zo'r klon chiqadi siz bilan, bro. Da, Zo'r klon chiqadi. O'zi aniq. Balkim boyagi otaxonmandirman. Semiz. O'zi qorong'i ham. Mana. Может. Yo'q, adashibman. Birga bir. Xuddi ko'raylik. Yuzni oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'raylik kadrni. Pumba. Ismi yarashmabdi lekin. Yo, chochib qo'yibsizlar ismini. Pumba. Akuna Matata. Do'sti, ani o'ynamizni xuddi Derazani taqillatyapti. Qarang. Voy, montaj zo'rligini qarang. Mashina og'ziga otdimi? Da, o'sha yerda. Qayerda? Men ko'rmayman. Opa. Assalomu alaykum. Kattaligini qaragin buni. Kattaligini qara. Mana shunday, mana Katta ekan. Pumba 35 ta natijasi bor ekan. 35 ta. 188 bu ekan. Qaysi kun 35 ta odam yo'q qilgan bilan. O'sha erta qilishgan ekan-ku. Bular vahshisi bo'lmaydi. Gap yo'q. Hop, endi nima qilamiz? Kimda qanaqa g'oya bor? Har doimgidek kontakt qilish bizga yordam bergan, gapga solib ko'rish, qiz bilan Lekin ham qiziq, boyagina ko'ryapsiz, bo'ldi, qanaqa gaplashgan qiziqday bu, keyin tuyulyapti hammasi menga. Yamnilashdi. Da? Mana mana shu joylari qiziq bo'lyapti lekin. Vau. Nega ko'rmadik shu joyni? Nimaga ko'rmadik? Agar shu videoda 30 mingta like yig'ilsa, o'tgan qismini ko'ramiz mana shu joyni. Brat, mana shu yerda o'tirib turing, o'zinglar boringlar. Shoshma, nima bu? Men qo'rqaman. Tez chiqaylik. Qayoqqa o'tib ketdi? Bu yoqqa o'tib ketdi, bu yoqqa. Bunaqasiga. Opa. Ko'chaga chiqib nima bor edi? Kim qotdi? Yo'q, ular connect qilmoqchi, gaplashmoqchi. Menimcha goblinni o'ldirishga keldi. Qanaqa goblin bu? Gobletdan, Gobletdan tarjima. gobletdan. Nima qilyapti? Aqa, Ovqat pishiryapti. yeyapti, bro. Yo'g'imma yo, brat. Gobletdan bu. Rostdan ham pumba. Sana Rostdan ham pumba. chiqmoqchimisan bizadan? Yo'g'imma. Nima? Semizligini qarang buni. Ya baxshi lekin. Cho'chqami bu? Hozir cho'chqasini chiqizadi, точно. Ha? What the hell? Wow. Brat. Yo'q. Boltasi bilan bizani cho'p ko'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Yo'q. Ha, balo bor deyapsiz-dan kulib. Lekin qiziq bor. Lekin kayfga o'tirishga zo'r ekan rostdan. Biz ham olaylik shunaqa video. Davay. Da. Biz Mana klon shuni emasda shu qanaqa qoladi. video olamiz? Davay. Bizlar ham kechasi qayerdadir yashab qolamiz. Balki mojid arvohlar Davay, ketib qoladi. anoda, kristianskiy anoda, cherkovdimi? Mozorda yashaymiz. Men yashagim kelyapti, lekin hayotdan tez ketgim kelmayapti. Men u yerda video olganman, bro. Seziladi o'zi bir qarashda. Короче-da, xullas agar shu videoda normalniy like yig'sa, lekin biz ham olamiz. Agar bu mavzu sizlarga qiziqligini bilsak, bo'ldi. Kommentariy Bildirib qo'yinglar-da. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib bildira olasizlar faqatgina. Davay ketdi. Yutqizdilaring deydi. Lekin videoga gap yo'q, rostdan qiziq bo'lyapti. Izdivachcha qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvillab ketdi. Hop. Biziga nima? Ana. Nima? Ana. Oliyli kadrga. Ey. Yop. What?
bolajonlar. Kim seni? Menga qara. Salom bolajonlar. Qirsillatib siyib oyoq qo'llaricha sindirib Brat tanish ko'ryapti demak kim ekan? So'zlasam qulog'imga shunaqa yoqadiki. Ket yordam, iltimos. Kamerachini ham olib ketinglar iltimos. Bechora kamerachi. O'tirgan edi. Endi hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Katta matta odam, otam deydi. Kim u otang? Katta odam shu qanaqa ota ekan? O'zi sizlarni topadi. Otasi ham bor ekan bularni. Men chemadanga keldim. Qani chemadon? Bizni chiqarib yuboring, leprozitlar. Qarab turma. Meni boltam. Hamid aka. Bolta. Voy. Aka nimaga chiqib ketyaptilar? Mana suyuqlik. Suyuqlik ko'rding? Yo'qligini ko'rsataman. Kamerachi qolib ketdi bro. Kamerachi addushi. Hamki kirib kerak. Boshqa joy yo'q. Do'stlar, xullas men hozir mana shu kafichga kirib oldim, xullas. Bekinishga topgan kamerani joyingiz. qayerdan topdingiz? Bo'lib tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. O. Eng qizig'ida ular qanaqa qilib chiqib ketdi ko'chaga? Omon. Voy. Ochdi-ku. Omon tepaga chiqib ketdi, ular eshikni ochib chiqib ketdi. Kallani ishlaganda Setdan oldiga yugurdi-yu. Ha. Na. Ye. Salom. Qalaysiz bratan, yaxshimisiz? Tushib ketsa qarang lekin. Aka shkaf ichida если что. Kimdir kelyapti. Qaramasa lekin hayron qolaman. Yo'qotdi menga lekin boru. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Do'stlar, nima bu? Shu qo'y. Yo'q, все, hech kim. Professional kamera ko'tarib yuribdi tag'in. Nima qilish kerakligini tushunmayapman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Ketdi. Qayoqqa ketdi? Da. Qayoqqa ketdi? Bekorga 10 million prosmotr urmoqkan ekan lekin. Просто bizani yoshimizda sal kattalik qilyapti-da bunga. Eng qizig'i Ozgina. ko'chada yordam berish kerak. Boltasini ko'rdingizmi? Bu bizlardan nima holatda? Bizlarni yomon adrenalin Adrenalin. Adrenalin. Menga Adrenalin ichdimi? Yana bitta zo'r narsa esimga tushib qoldi-da. Boya reklama deb aytdingiz-ku. Mana men necha yil YouTube boshlaganman. Masalan, Minecraftda normaliy ko'tarilganim bir 24 lab botgan bo'lsa, 23-24, 13 yoshimdan beri o'sha qilayotgan bo'lsam, o'sha masalan buni ham 13 yoshli bolalar ko'radi-ku, kayf qilib, to'g'rimi? Da. O'sha paytdan beri meni ko'rib, hozir men bilan teng bo'lgan bolalar hali ham meni ko'rayotgan ekan-da, tipa anu Menda ham shu. u narsaga qiziqayotgani uchun emas, mazza qilayotgani uchun-da, tipa men bilan yaqinroq bo'lib qolgani uchun ko'rib mazza qilayotgan ekan. Yaqinda 3-4 ta shunaqasi bilan gaplashib qoldim. Men tengilar bo'lsa yozib ketinglar. Ha. Mezos old подписчиклari bormi yozinglar davay. Bo'lsa kerak, endi bo'lmasa uyatda borib bolalar lekin. Может. Lekin men o'shanda hayron qoldim lekin. Ko'ramiz, bizlar ham bordir balki. Bekingan joyini qaranglar. Yashin. Qara. Voy! Kameramanni kim ko'rmayapti? Bekinmacha bo'lsa bekinmacha. Nega kutmasam? Yomon. Yirtdan bo'ladi, bolakay. Men tushunmayman nima qilishni. Bolani oldiga ketdi, nimadir qilish kerak hozir. Boltasi bilan sindirib kirdi. Opa. Gege. Kim yo'q bu yoqda? Ye? Gambit gege o'sha. Yo'q, to'g'ri. Yo'q.
Mana kitoblandi. Mana semiz ke? Semiz. Ha? Semiz? Mana o'zing bilmaysanmi semizligini? Bekor aytdi-da shuni-da. Xaloskorimiz. Bu вообще g'alati klonmi? Nima bu? Qara, nima qotdi bu? Kuchi yig'yapti. Точно yugurishdan oldin. Kuchi yig'yapti. Aka eshik qulflasa ham bo'ladi. Men tushunmayman nima qilish kerakligini. Ketdi yana. Polmonda ketdi yana. Bolni tashqarida qolib ketdi, yordam bera olmayman. Mana shunda mantidagi suyuqlikni Terlab ketgan bolalar. Kesalar ishinglar bo'yicha Yo'q, omonaga chalg'it. Bolalar xursand hayotdan. Qoldik, brat. Biroz hozir ketib olsa bo'ldi. Ye. Nima bo'ldi? Gambit aka! Kitob o'tish kerak. Gambit GG o'ldi yana. Garbit GG. Kitob bo'lsa kitob. Mana shu kitobni senga kerak bo'lgan narsa. Shu kitobni Davay. olsam yo'q qilaman. Davay bizlar ham sizga ishonamiz. Qani? Gambit aka! Brat, o'zingizdamisiz? Gambit aka? Mahvotsiz bu yerda. Eshik ochib beryapti. Qoch, uka, qoch. Omon aka! Böyle boşlar sen benim şagirdimsen. Omon aka! Hummani shogirdi. Brat, klon. Nimaga kuylamayapti mana bu? O'rtoqlar, bu klon Mambitdan kirganini men mashinadan kirib olaman. Yop, ishi yop. Yop. Yaxshi, yopish kulgurga qarab qoldi. Yo'qol! Gambit aka! Yo'q, Gambitni ko'zi zo'r, a? Wow. o'rtoqlar. Omon aka! Gambit tutar ekan. Omon aka! O. Moyada omonxonni. Tamom bo'ldi. Nima? Brat, hazillashyapsizmi? Nima qildi? Ma, qara, ko'zing boru. Nima bu, bilet? O'qi. Bu O'qib beringlar, klon mana. emas. Nima bo'ldi? Burnim qonab ketdimi? Men ham tushunib oling. Qaranglar. Mana bu klon-ku bu, Pumba. Eng vahshiy klon. Agarda u seni topgan bo'lsa, demak, yaqinlaringni oxirgi marta ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Suv yo'q, bilet. Mana svet yo'qligiga suv yo'q. U avval yaqinlaringni, keyin seni o'ldiradi. Hey. Gambit qani? Gambit yana ko'zi oqarib ketdi. Mana bu klon bilan meni tutishga yordamlashmoqchi bo'lib yuribdi. Maqsud qara. Bizdan nima ketsa ham, qanaqa qurbonlik bo'lsa ham, biz ertalabgacha Gambitni normal qo'lga qaytarishimiz kerak. Bo'lmasa yana yangi klon chaqirishga to'g'ri keladi. Eng qizig'i, Goblinning reaksiyasini ko'rdingmi? Gambitni bittida klon dedi. Qattan bu? Bu demak o'sha Gambit rostdan ham haqiqiy klonga aylanib qoldi. Goblindan. Xullas do'stlar, hoziroq like Goblindan. bosib tashlaylik. Shuncha harakat qilamiz, diqqat qilamiz. Gambitdan klonga o'tdi. Like. Albatta 101 mingta like va 22 mingta yangi obunachi kerak. Shuning uchun obuna ham bo'linglar. 4 million bo'laylik. Bular bu yana keldi. Nima holati bu? Qanaqa do'stsanlar? Yaqin do'stingni ko'chaga tashlab qo'yishga uyalmaysanlarmi? Yaqin do'stimni ko'chaga tashlab qo'yish. Uyalmaysanlarmi, ha? Akamiz bizani bir mayib qilsalar. Shogird dedi. Ol. Shogird. Kim o? Gambitani. Ye. Noqotda Gambitni. Yo'q. Rasm daftar qilyapti Gambitni. Qo'yib Gambitni. Gambit daftar. Go'zal. Basharani qarang, go'zal. Zo'r bo'yada. Gambit. Bu Joker nima edi? Joker ko'rinishi bor edi. Bunda tiryapti. Shunaqa qildim Ha. Da. Qo'rqotdan qara. Gambit aytgan chiqib ketib qoldi. Brat, qochinglar, tepaga yuring. Shoshma. Tuzoring. Gambit bu yo'lga umuman kirgizmaslik kerak. Uni ko'rdingizmi? Reklamasini nechi pul ekan Omonxonni? Qandaligini agar aytib Da, rostdan ham necha pul ekan? Bilganlar yozib ketsin kommentariyada. Reklam Masalan, biz bermoqchisiz? hozir masalan qarang, sizga mana shu reaksiya videongizga 50 dollardan reklama chiqsa olarmidingiz? Har bitta video yo'qdan ko'ra bor olardim, misol uchun. Agar qisqaroq video qilib berasiz desa, olardim. Yo'q, qisqaroq emas, mana videoni orasida tiqib ketish, masalan, Da, 10-15 sekundlik reklama qilib berish bo'lsa-da. Olardim. Lekin bizani prosmotrlarga kamida 1000 dollar olishimiz kerak-da. Da. Aslida.
Endi bizlar ham yo'qdan ko'ra bor deb olamiz-da, uni hamda nima ham qilamiz. O'shaning uchun Omonxon mana shunaqa dahshat prosmotr bo'lib ketyapti-da. Qancha pul olar ekan? Bizga ham Shuni- qiziq. Qiziqman o'shanga. Aka o'zi yozib keting agar ko'rayotgan bo'lsangiz shu videoni mabodo ko'rib qolsangiz. Da, давай. bersa вообще biza tomon bo'lamiz brat. Qara, shoshma, hamma qilmaymiz. Bizani esimizda, что bizada Chikko o'yinchoqdan chiqqan o'yinchoq bor. Xo'p, biz bu Chikko, jajji, Chikko, Chikko. Idishda suyuqlik bor. O'shani qo'shganimizda kitob etish bo'yicha gambit tuzalish kerak. Ya'ni o'sha narsani gambit tomorqa bossaki o'zida olib yursa tuzalish kerak, to'g'rimi? Da. Все, biz shunaqa qilaylik. Brat, umuman bizani eshitgani yo'q-ku, ko'rdingiz-ku, yuziga klon qizil bo'yoqlar chizib Hop, tashladi. klondan Gambit, ovalsa brat, bo'ldi brat, faqat. biz umuman biza tarafga qaytib kelmayapti, brat. Klonga eshik ochib berganicha ikkalamiz berkinib turganimda. Lekin qara. Gambit seni hech urdimi? Yo'q. Senga qarshilik qilmadi-ya? Da, yo'q, unaqa qilgani yo'q. Xuddi bir manekendek bo'lib qolgan bo'lsa, просто ko'tarib uyga olib kirib qo'yinglar, hatto qo'ldan bog'lab qo'yamiz. Pumba yurib Oho. qoldida qanaqa? Делай грязь. Gambit kim boshqaryapti? Ideyani qarang zo'rligini. Pumbaga nima kerak? Kitob kerak. Shu bo'lmasa Gambitga ham demak kitob kerak. Ha, da. Bo'lmasa, просто kitob beramiz deymiz, bo'ldi, Gambitga kiradi, yurishga qo'lini qayramiz, chunki qarshilik qilmayapti u. Ko'tarib chiqib, o'sha o'tgan sari bog'lamagan joyimizga bog'laymiz Gambit. Tushundingmi? Boshqa versiya yo'q hozir. Давай, O'tgan let's go. safar ham bog'lamoqchi bo'lgan ekan. Mm. Qo'lni qaydirib, ikkinchi etajga olib chiqib, ikkiga bir Gambitni uramiz. qidirayotganimizda basseynni oldida Gambitni bitta o'zi turganini ko'rib qoldik. Brat, Gambit! Brat, ishlamayapti. Gambit uyg'on. Reaksiya qilmayapti Gambit aka. Garbit. Kerak yuziga. Klon. Ana, o'tiribdi. Salom bolajonlar. Gambitga o'rta olish kerak. E'tiborga keladi. Nima? Nima? Shimadan bizada yo'q. Klon yo'qdi bor, kim bo'lsa ham like klon uchun bor. Gambit! Gambit shimadan qatarni bilasiz? Chimadanni? Nimasi yo'qlik? La! Ey mayda. Gambit ketdi. Qayoqga? To'xtang, Gambit. Yonidan o'tib ketyapti. What the Qoch. Yo'li yo'qsa, Necha jirkanchisan? menga qaralaring. Sen mazligim. Nimadanni olaman? Otam oldiga olib boraman. Otam mendan faxrlanadi. Otam mendan faxrlanadi. Ana undan keyin senlarni birin-ketin yo'q qilaman. Gambit. Sabir. Chemadonni olib chiq. Sen jirkanch odam ekansan. Tushundingmi? So'kmoqchi edi, prosta bolalar ko'radi. Odam ekansan. Qoch, kirgiz bizani. Tag'ir. Ana borib. Ha. Birov Ha, Shohruxxonni azuchka qilishgan-ku. da, xuddi o'zi. Tag'ir ekansan deydi-ku. Yo'ma-yo'q. Gambit. Gambit aka! Garbit. Yo'ma. Soxta. Garbit. Chamadonda nima bor edi o'zi? Bizani shunaqa tupoy deb o'yladingmi? Kitob ichida turadi. Men kitob bilan o'yinchoq Ha, Gambit kitob kerak ekan ularga. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? Kitob shunchalik oddiy topaman deb o'yladingmi? O'yinchoq bo'lsalar. Voy. bolalar, Aqani jahli qochadi. chiqdi. Oshxonaga ham bekiladimi? Podval bor ekan. Yo'q, hech Bekingan joyini qarang. Goblin mashti bo'ladi. Yo'q. Gobletdan Goblin qo'rqib ketdim. Qanaqa? rostdan uryapti, bizmoqchi. Senlarni yo'q qilaman. unaqa men brat. Yo'qim shunaqa o'ryapti. Biz kontentsiz qolamiz deb. Yo'q qilaman deyapti men. Yo'q, hali Oy, Goblin- bundan tashqari 5 ta qismi bor, bro. Shop tur. 5 ta videoga ketadi hali. Ey, Goblin mashti paydo bo'lmaganmidi? Da, mashit. Agar shu videoda aktiv rostdan ham Paydo katta bo'ladi. bo'lsa, ko'p like bo'lsa, qolgan qismlarni ham ko'raman boru. Ovoz chiqmayapti. Gaz, gaz. Manchi ketdi. Yo'q. Uy eshigi ochiq edi, to'g'rimi? Uyga kirib ketgan manimcha. Da, ustalik. Lekin men buni yeb o'tirganmidi? Tabakana bilan. Tabaka ekan-ku. Meni ham yegim keldi lekin. Mana qarab, qanaqadir qo'lli bolta. Hozir ketish kerak. Если cho'ka boltani olib, oldiga borib ursa bo'ladi-da uni-da. O'ldirsa bo'ladi. Unda kim kontent qiladi? Odam Videoni uyog'ini kim? Ha. Yo, unisi mayli. Hali bilasizmi, bu ideya bilan hali qancha подписчик просмотр yig'sa bo'ladi.
Da. Siz ssenariy degan narsalarni tushunmaysiz bro. Nimangizga Endi- o'tiribsiz mana bitta reaksiya qilib. Endi biz faqat reaksiya qilib yurgan bolalarmiz-da. Mayli. Bitta aka. Gambitni ko'rib urgim kelyapti bor shu joyda. Ha, Garbit. Maqsud gambit olib kirish kerak, lekin klon qani? Uyga kirib olmaganmi? Salom bolajonlar. Qoching, Omon aka. Bechora qanday tushyapti boru. Stop, gambit aka. Gambit. Ko'z Omon Bo'ldi, aka, Gambit. qoching, kelyapti bu. Qara. Ana klon uy eshik tagida turibdi lekin. Nima qilamiz? Qara, hozir mana qani, senga mana kamerani berdi. Sen gambitni chiqarib ko'r. Men hozir chalg'itaman uni, tushundingmi? Bo'ldi, brat, davay. Voy, yugur bor. Chalg'iting. Men kitob Cha, kerak. birinchi qilinglar. Telefon yo'qdir balkim. Gambit. Gambit aka. Aka, beraman senga kitobni. Do'stlar, qo'yib ketaman. Qoch. Aka. Lunch lady'da xuddi shunaqa baylantirardim men. Kampirni. Yo'q-yo'q. Aka. Bu kitobni kim qo'ydi? Voy, bilan qo'sh kim qo'shdi? Nimani kim qo'ydi dedi? Kim qo'ydi? Voy, Aa, Men eshitmay qoldim. chalg'itgan. kitobni kim qo'ydi? Kim qo'ydi? Kim qo'shdi? Ha. Nima ekan deb men yo'q. Ana Omon aqlli. aka, Bro, tezroq keling. Kirish kerak. Ha, mana klon, ha? Kitob chiqardi, yaxshilab qidiring. Rostdan kitob chiqardi. Gambit etdi, emas. ha. Chista lo'q qo'ydi. Otam deb detskiga o'xshab gapirdi. Chiqdi. Menimcha otasini ham ko'ramiz keyingi videoda. Altoqchi do'tdi mana. Do'stlar, nimaga bu klonlar hammasi bunaqa sodda? Hozir bir kitobxonada shonda kirib ketdi. Men bilan hammasi qalban yaxshi bolalar. Ishonsizlar? Gambit aka nima bo'ldi? O'lib qoldimi? Uni ko'zi ham yumuq. Shoshma. Garbit jon. Garbit. Brat, hozir bizda Garbit. ham yomon vaziyatga duch keldik. Dayt Gap, kitobda mana если что, ko'rib, Gambitligini yosh bilamiz, qo'yib, Garbit deb balki hazillashamiz. nimadir Ya qara, kitob. Prikolga. Hamma gapini aytib bo'ldi. Kitob bu klon haqida aytdi. Hammasini aytdi. Bu nima deydi hozir kitob? bor. Balki klonni qanaqa qilib yengishimizni aytar. Bu darajada oson emasdir. Day ko'raylikchi. Hop, chiq deymiz. Gambit shu qoldiramiz. Bo'ldi, eshik qulfku. Ha yotaveradi nima? Klon xashmani. Bo'ldi Gambit. Yig'ilgandan keyin eshik ochib beradi, bo'ldi, все. Maqsud qani? Maqsud O'rtoqlar, Omon aka kitob olgungacha men bitta to'rni yechib turaman. To'ram bog'lashgan. Vau. Bu to'rni yechib oldim. Gambitni Endi ustiga Omon qo'yib akani olib qo'yinglar. chiqaman. Variant da. Yaxshi, shuncha odamni chaqirishibdimi? Xo'p, mana Pumba bu. Do'stlar, men bitta Pumba deb uzun nodib yoziq chiqibdi. Bitta nodib hozir. Pumba bolaligidan hamma uni semizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim bechara. tushunmas. Wow. Yetardi. Kunlarni birida shaharga kelgan sirli sirkning boshlig'i klonni ko'chada topib olib o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Boshliq uning ichida yig'ilib qolgan alam va g'azabni ko'rib, uni o'zini qorong'u jamiyatga olib kiradi va asta-sekin shafqatsiz qotil klonga aylantiradi. Mana gap qayoqda? Demak, u shuchi odamlarni yomon ko'radi. Shuning uchun semizlari semiz Semiz demaylar. bo'lsa ozish kerak. Kim u? Yo'q, ozish kerak u. Da, o to'rni oldim. Da, men ozyaptim-ku bo'ldi mana. Qorin yo'q uji. Mezuz telefon qo'yamizda, kechqurun o'zi 10-11larda CS o'ynardikda, CS2. Mezuz kirasizmi desa, "Bo'ldi, zalda men trenirovka qilyaptim" deyiladi. Ya, qo'ysangizchi, desa video tashinglar, bola terlab ketgan. Bir 10 kilocha vez tashab qo'yganda o'zi. Qanaqa 10 kilo? 15 kilo tashiganman, birodar. 15 kilo. 15 kilo toza vez. Ko'rasizlarmi, harakat bo'lsa, hech narsa to'sqinlik qilmaydi. Dash CS tashab trenirovka qilyaptilar. Da, like Gap bosinglar. Plus W yozib qo'y. W Da. plus bu narsalar. Ha. Davay. Nimaga olding? Bu kerak bo'ladi bizga. Endi nimaga kerak bo'ladi? Qo'yishdi kerak. Bu yoqqa nokor. Mana buni qara. Nima? Qara, nima deyapti? Bu klon yoshligida semiz bo'lgani uchun hamma uni ustidan kulgan ekan, tushunsanmi? Shuning uchun bu hamma bolalar yomon ko'rar ekan.
Pastda biz birinchi ot bu klon ko'rganmiz, ovqatlanib o'tirdi-da. Ha, da. Esam? Da. Boshda bizga parvo qilmadi, bizga kulib qaradi. Ovqat. Demak, uni qorni och. Keyin sen semiz deding, men semiz ustidan kuldim. O'shandan jahli chiqdi. Demak, buni yoshligidan hamma ustidan Da. kulgan. Shuning uchun ham bu odamlar Da, yomon 100%. Просто kimdir ustidan kulgani uchun u odamlarni prям shaqqislash, qiynash adolatdan emas-ku. Xo'p, mana Abdullah qara. Pumba yengi otasini mehrini Ozish kerak edi, to'g'ri. Odamlardan o'ch olish uchun uning eng ishonchli va eng jirkanch klonlardan biriga aylanadi. Yo-mayo. Hop, qara. O'yla. Mana shu joyda Bomba. biz balkim obunachilar ham aqlini ishlatadigan joy. Va mana shu joyda o'ylash kerak. Qara. Bitta bolani yoshligida hamma semiz ustidan kulgan va shuning uchun u hammadan ajralib qolgan. Qanaqadir sirli sirk xo'jayini, ya'ni hamma u deb gapirayotgan odam. Menimcha o'shalar klonlar boshlig'i. O'sha odam bularni hammasini mana shunaqa vahshiy klonga aylantirgan. Chunki bularda odamlarga nisbatan nafrat bor. Hop, lekin bu ota meni faxrlanadi dedi. Boya. Bu otasiga vahshiy kerak emas-ku bu. Bu просто otasi uchun qurol-ku bu. Kimni ko'rgansan o'g'lini mana shunaqa vahshiy odam qilganini. Bu oddiy masxara bo'lsa shunaqa aqlli deb o'ylaysizmi shu narsani tushunadigan, brat? Bu men tushunmaydi. Hop, просто oddiy narsani tushunmagani uchun chiqib turib hammaga bir jirkanchlik ish qilish kerak emas-ku. Xo'p, bunda nima qilamiz hozir? Hop, qara. Mana shu kitob uchun bo'pti, xolos, to'g'rimi? Men kitob beraman. Yo'q. Men beraman o'sha kitobni. Men ketdim. Berkilib o'tirmashdi. Men hozir qo'yaman. Shu kitobni hammasiga sababchi. Kitob bo'lsa kitob. Va shuncha mehnatga do'stlar hozirroq like bosib qo'yinglar. 101 ming like va 22 ming tanga obunachi kerak. Va keyin biza qani Gambit aka mana. Gambit akani tuzatamiz. Amin. Gambit hali ham Garbit. Kayf qilib yotibdi lekin bu Gambit. Bumba qani? Qani? O? Mana. Ya, Mana yotishini qaranglar mana. keldim, aka. Mana kitob kerakmi senga? Kitobni ber menga. Menga ber kitobni. Suvga o'tvar. Mendan faxrlanadi. Suvga o'tvar. Mana suvga tashlagan kitob. Voy, rosa meni miyam keladi. Shunaqa qilma, kitobni menga ber. Yaqinlashma, to'xta, suvga tashlayman domla. Suvga tashlayman hozir kitob. Otam mendan faxrlanadi. Shu kitobni menga ber. Eslicha suvdan ham olsa bo'ladi bu kitobni. Ota, sen Da? shuncha ota deb, mana. Bunaqa qilma. Ha, nozik joying bor ekan-ku. Kitobni menga ber, otamnikiga bering. Otam mendan faxrlanadi. Kiyimini ichiga nimalardir tiqilgan, bro, qarang. Koddalashtirish uchun yana ham. Men naborot qonlarga e'tibor berdim-da. Endi kiyimga ham e'tibor bering, bro. Qarang, osilyotibdi. Bu semizlik emas, bro. Semizlikda ham buncha bo'lmaydi. Ularga Sen o'xshatishdi. shuncha ota deyapsan. Sendan shu kitob olib borsang, otang rostdan sendan faxrlanadi deysan, ha? Mendan faxrlanadi. Albatta mendan faxrlanadi. Ber shu kitobni. Hamma meni ustimdan kuladi, semiz. Bechara bola. Voy, yomon tegdi. Kitobni ber, otamga olib borib beray. Aslida sen qo'rqoqsan. Seni odam ustidan kulishdan qo'rqasan. Otang sendan mana shunaqa kitob uchun voz kechib ketishdan qo'rqasan. Otang seni bir marta bo'lsa ham o'g'lim degan o'zi? U meni otam, bitta shu otam bor. Otamdan boshqa hech kimim yo'q. Aka shu kitobni ber, otamga olib borib beray. Yig'lang, kelyapti, bro. Bu qani boyga quturayotgan klon. O'zi qanaqadir yig'loq klonga aylanib qoldi-ku? Meni ham yig'layib kelyapti buni ko'rib. Kitob uchun ekan hammasi, ha? Ota. Voy, maraz. Yaqinlashma. Suyni qaytarib ber. Va kirisa. Bilasanmi? Odamlar mana shunday kulardi. Semiz deb. Endi Ozish kerak edi, brat. Kulaman, tushundingmi? Men ularning ustidan kulaman. Yig'loqi. Bu o'zimning ismini yig'loq qo'yish kerak, zo'r bo'lardi lekin. Maqsud. Da. Tashla. Ye. Baliq ushlaganda ushladi-ku. Kitob ol. Yo, baliq ham bundan qiyroq ushaladi, bro, o'zi. Ushlaman buni. Do'stlar, nimaga klon oxirida bunaqa yig'loq bo'lib qoldi? Dadamni o'lmadi dedi o'zi ham. Shoshma, mana o'sha suyuqlik. Hop, qara, buni bu yoqqa qo'yamiz. Iching, brat, davay. Endi shoshma. Endi nima qilamiz, Garbit yo'q. Qanaqa qilib? Qo'lini tishla. Tishla, brat. Ala, tugagani yo'q, tushundingmi? Endi boshlandi, tushundingmi? Hatto'laga otam ko'rsatib qo'yadi. Tushundingmi? Tishlash kerak.
Ishlash kerak edi, lekin dahshat bo'lardi. Kitob. Suyuqlaganmanda. Gambit. Tursangchi, bilet. Nima deganini eshitding? Garbit. Hammasi tugagani yo'q. Garbit. Uyga kirib keldi, qo'rqib ketdim. Shoshma. Bu yoqqa. Qani tepadan qarang, qani. Ya, qani. Yo'q, shoshma. Hech qayerda yo'q. Derazadan kiramoqchi emasmi? Yo'q, derazadan kirmoqchi. Qo'shni dachalar qarab ko'ringlar, bo'lishi mumkin lekin. Man sizlarga harakat qildim, endi yomon bo'ladi. U keldi, doktor. Bu ham xuddi shunaqa, otam keladi, doktor. Alballaga otam ko'rsatib qo'yadi. Shu tushunmayman, nima qilish kerak. Otasini ko'rgim kelyapti, qanaqa bo'larkan? Sevitan yonmayapti. Nima bu klonlar otasi shunda bittami? Tashqarida so'z yo'q. So'z yo'q. Men qo'rqib ketdim. Biletman yuragim vobshe qattiq uryapti. To'g'risi Maqsud, mana bu Darknet temasini yopamiz, bo'ldi. Olmaymiz, menga vobshe kerak emas. Menga vobshe kerak emas, bilet. Menga ham bu narsa yoqmayapti. No, lekin Gambit hali bizni qutqarishimiz kerak. Sardor ham hali umuman topilgan. Aka, Hop, davom Hali siz- ettiramiz. 10 million bo'ladi siz bu kontentni qanaqa yo'qmiz? Qaramami? Kelgan klonlarni qaragan. Boshda oddiygina yig'lab turgan klonlar. Ma'michi? Bular psix, bular sog' emas. Boshda qara quvladi. Svit yondi. Deb keldi. Boshda chiroq yonmadi, shu. Shunda klon ketdimi? Bilmayman, men klon bunaqa bo'lmaydi lekin. Yo'q. Mana. Faqatgina mana setga qoldi. Klon yo'q. Yo'q. Qara. Svet yondi, klon. Kim? Gambit. Shoshma. Yo'q, yuzini Basharani qarang. Ko'z normalniy. Ya shoshma, yaqin kelmang, brat. Yaqin kelmang. urib uxlatib qo'ydingmi? Prikin ko'zim ochimni tepaga qarab yotibman. Nima bo'ldi? Svet. Menga yoqib aka eng zo'r qahramon Gambit bo'lyapti, bor bu yerda. Hammasi yaxshimi? Boqib beg'amlik. Nima bo'lyapti? Har doim bahor. Yuzga chizdi. Yo'q, qarang, siz polni serozning Gambit aka. Hech bir inson yondosimi hozir? Chimadandan olib chiqib berganingizmi islomiysizni? Yo'q. Xohlaganini ham. Qo'shuv yoqdi menga. Har doim shunaqa deysiz. Nima bo'ldi? Videoni ko'rsangiz bilasiz aka. Shoshma. Qara. Maqsud Gambit ekan klonga aylanishdan oldin hozir. Oldin Gambit aka siz tushing pastga. Qani boy o'yinchoq. Tushing, Maqsud sen tushing pastga. Hop, mana shu yaxshi-da. Mana. Ayashachidagi mana shu narsa edi. O'zi ham turibdi. Siz bilasizmi? Klonni shogirdi bo'ldingiz. Qaramib Da. tualetda turgan paytimizda bor-ku, mani urib uxlatib qo'yding. Sen yoki omon. Siz naborot eshikni ochib berdingiz unga. Men hech narsa qilganim yo'q. Keyin gaplashamiz, nima bo'tgan. Mana buni qaraysiz. Qarang, bizni klonni mana suyuqlikni oldik. Kola. Kitob yozilgan edi. Yo'q, kola emas ekan. Ichdan chiqqan narsaga Gazi bo'lardi unisi. aralashtirsang, bizga kerak narsa paydo bo'lar ekan. Ya'ni bu narsani mana bu narsa qo'riqlaydimi? Xolos bilmaymanlarga. Ishlab ko'rish kerak. Keling. Oh. Gambitga chirishar endi hozir buni. Nima bu? Narsa. Hidlab ko'ringchi. Nimami? Hop. Shuni qo'ysam bo'ldimi? Balkim, maybe. Maybe mush. Oh. Uy. Ay, Kraskali suv. Men qilganman bunda. Sasida lekin. Ha, mana bo'ldi, keling bu yoqqa chiqinglar. Hop, qaranglar mana, hop. Gambitga tushayman buni. Tushing. Iltimos Gambitga umuman mana shuni qo'yib yubormang. Va eng qiziq biza dashi bilmaymiz. Bu narsa rostdan ham hidimi yo'q. Da, Yo'q, yuborish kerak. Va kitob bizga shunaqa dedi. Bilasizmi o'zi Bitta olish kerak edi. Nechta klon keldi? 2ta. 3ta. Goblin bor edi podolda, eslasizmi? Siz bilan 4 ta bo'ladi. Popo. Rostdan shuni eslamiz. Mana shu joyni ko'raman, Shunda bir kun ichida 3-4 ta qismini olib borishganmi? Mavjud-da. Bir kunda lekin qo'yil, bittadan olib Mana bunichi. Qo'lingizda turibdi. Da. Hop. Mana bunichi. Ha, boyanaqada arqonda. No, o'zi boshdan ko'rib chiqishimiz kerak buni. Biz 6-qismdan boshladik. Nimaga? Chunki biz vaqtliroq bilmoqchimiz, nimaga bu video katta prosmotr olayotganini. Men bildim. Men ham bildim, menga yo'qdi, lekin bekorga emas ekan bu 10 million prosmotr. Belanib yotgan edi. Shundan keyin pastda yo'q baqirib qo'rqitib yurdi, tualetga qochib kirib ketdim deydi. Hop, keyinchi. Keyin mani urib uxlatib qo'yding. Mani aytayapti-da. Vobshem bahor bor-ku Gambitga. Men unaqa qilganim yo'q. O'zi eshik ochib berdi. Yo'q, momentchi, bundoq svet o'chib yonganday bo'lib. Ya qarang, Gambitga. Yana yolg'on gapirayotganday bo'lsa, to'g'risini ayting, to'g'risini nima bo'ldi? To'g'risini ayting. Men qayerdan bilay? Hop, bas urushga chiqa olmayman. Hop, mana. Mana shu goblin haqidagi narsalar va stop. Opa. Shoshma, bu boy bormidi? Yo'q. O'lim daftaridir balkim bu. Maqsud, sen yozmayapsanmi? Nima deb tanitmayapsanmi? Yo'q, men tekkani yo'q, brat. Uni juda qattiq jahli chiqdi. Endi navbat unga qochib qutulib bo'lmaydi. U kim? Yaxshi!
Вообще похож voro gambitga rostdan. Adrenalin olamiz. Ha. Zo'r bo'lyapti hammasi. Goblin aytgandi gambitga ishonmanglar deb. O'zi ishonmaslik kerak gambitga. Men bilmayman. Endi yoningdagi odamga ishonasanmi yo san leving odamga ishonasanmi degan? Xullas, ha, kitob chemadanga solib tashlab maqsud. Xullas, do'stlar, umuman nima qilish kerakligini tushunmayman. Men umrimda bunaqa vaziyatga tushmagan va bilmayman bunaqa vaziyatda nima qilish kerak. Sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar, nima qilishimiz mumkin, qanaqa variantimiz bor. Da, sizlar ham yozinglar, nima qilsak bo'ladi. Lekin hali sinab ko'rganimiz yo'q. Keyingi seriyada sinab ko'ramiz. Lekin men bir kechada bittagina klon bilan yurganmiz shuncha paytgacha. Bu safar 3 ta genetika bilan kerak bo'lsa 4 ta klon keldi. Va men to'g'risi qo'rqaman o'sha. To'g'risi bor. Sen oldin bir qiynalib qolib keladi. Gapirganman. O'zimdan nima qilaman? Biram jasur bilan machon yasab. Rostdan qo'rqaman. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 ta qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar. Like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta. Bo'ldi o'sha, brat. Mo'shni obuna kerak. Biroq Qaring ertaga qismini. chiqsangiz ham bo'ladi bu videoni. Shunga davom etamiz. Shuning uchun do'stlar aktiv beringlar. Darknet Da, obuna bo'linglar. Bugun hozir ham chiqazavering. Bilmayman. Maqsudga ishonsam, Maqsud o'dirotdi. Gambitga ishonsam, ko'rasizlar qanaqa xuddi yolg'on gapirayotgandek gapirotdi, xuddi o'lib topayotgandek gapirotdi. Nima bo'layotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal shu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin yangi narsalarni ishqiboziman. Так что nima bo'lsa ham 7-qism, 8-qism itagdali ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar поддержка qilib turishinglar kerak. Podpiskaga kallarni qo'yib qo'yinglar. Da, kalla qo'yinglar. Darknetning qismi bo'lishini xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Va bu esa sizlarga Darknet 6-qism. Da. Ha, xullas. Bolalar. Video haqida fikrimizni aytib o'tamiz. Video zo'r. Yaxshi emas, zo'r. Bekorga 1 million prosmotr urmoqda. Idealniy, cho'tka ideya qilingan. Yana eslatib o'taman, agar shu video ostida 50 mingtadan oshiq like va 100 mingta obunachi bo'lib ketib qolsa, Omonxonni o'zini olib kelamiz. Obuna bo'linglar shuning uchun, like bosib. Sizga Video yoqdimi oxirida yo'qmi? pulni to'y hashamga emas, sayohatga sarflang demoqchi edim. Ya, zo'r. Прикольный. И o'sha gap biz sal kattalik qo'yamiz bu kontentga. A tak Lekin qiziq. cho'tki.